Shahnoza opa, nimaga hozirgi kunda kasalliklar yosharib ketyapti? Ya'ni yosh bolalar o'rtasida kutilmagan kasalliklar paydo bo'lyapti. Bunda hozirgi kunda hozirgachada psixosomatika fani ustida ishlaniladi, chunki bu fan tan olinganiga 1960-yildan fan sifatida o'rganishni boshlagan bo'lsa, mana Chikago yettiligi deb bu narsa har yili kongressda ko'tariladi va 34 ta kasallik, ya'ni salomsizlik psixosomatikaga ega, ya'ni psixologik ishlanadi deb tan olindi. Endi bolalar bilan qanaqa bog'liqligi bor? Yoshgina tanada peshvomizda, misol uchun sahrni diabet yoki bo'lmasam qanaqadir tuzatib bo'lmaydigan og'ir toifadagi salomsizliklar. 100% holatda ayta olmayman, 70% holatda 5 yoshgacha farzandimiz onamizni ruhiy holatini, dunyoqarashini ko'rsatib beradi. Bu yerda onajonaga belgi beriladi. Ya'ni biz ayta olmaymizki, bu faqat siz bilan bog'liq. Ya'ni 70% gina sizga bog'liq, 30% tashqi ta'sir. Ya'ni siz agar bolangizda tomog'i og'risa yoki boshi og'risa, buni albatta tashqi ta'sirda, ya'ni kiyintirishingiz, ehtiyot qilishingiz, yeb ichirishida unga qarashingiz, bular ahamiyatga ega, lekin 30%. Ichkarida ruhiyatni davolamasdan tanani davolab bo'lmaydi degan sabab shu.